Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda o'zbek san'atida o'z o'rniga ega bo'lgan iste'dodli aktrisa Saida Rametova haqida so'z yuritamiz. Saida Rametova o'zining tabiiy ijrosi, samimiy obrazlari va tomoshabin qalbiga tez yetib boradigan iste'dodi bilan tanilgan san'atkorlardan biridir. U yillar davomida o'zbek kino va teatr san'atida faol ijod qilib, ko'plab muxlislar mehrini qozongan. Aktrisaning ijrosidagi obrazlar ko'pincha hayotiyligi, ta'sirchanligi, ichki hissiyotlarga boyligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ham Saida Rametova nafaqat ekranda, balki xalq qalbida ham alohida o'rin egallagan. U yaratgan rollar orasida turli xarakterdagi qahramonlar uchraydi. Ba'zida mehribon ona, ba'zida matonatli ayol, yana ba'zida hayot sinovlariga bardosh berayotgan qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Aynan mana shu mahorat uning aktrisaligini yanada yuksaltiradi. Saida Rametova san'at yo'lida nafaqat ijod, balki o'z mehnati, sabri va fidoyiligi bilan ham ko'pchilikka o'rnak bo'lib kelmoqda. Uning ishtirokidagi asarlar bugungi kunda ham tomoshabinlar tomonidan qiziqish bilan kuzatiladi. Shuni aytish kerakki, haqiqiy san'atkorning qadri vaqt o'tishi bilan yanada bilinadi. Saida Rametova ham ana shunday san'atkorlardan biri hisoblanadi. Azizlar, siz Saida Rametovaning qaysi rolini ko'proq yoqtirasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.